Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 14-iyun kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kenişinin 50. qıtımlıq yığında 47 devlet Xitayning Şərq Türkistandagi kişilik hukuk dəfsənçiligini ayıplab birləşmə imzolıq bayanat e'lon qildi. Hamda BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarını Şərq Türkistan haqqidagi kişilik hukuk dokladını dərhal e'lon qilishga chaqirdi. BDT Kişilik Hukuk Ali Kenişinin 50. qıtımlıq yığında Gollandiyaning Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq baş elçisi Paul Beckers 47 devletga vakalatan sözgü chiqib, BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarı Michel Bachelet'ga xitoban mundaq dedi. Biz Şinjan Uyghur Abnum rayonidagi kişilik hukuk ahvoliga davomli ham kuchli ravishda diqqat qilyapmiz. Atrofliq tekshirib tadqiq qilishlar va ishonchli dokladlar shuni ko'rsatdiki, 1 milliondan ko'p inson xohlagancha tutqun qilingan. Uningdan boshqa u rayondagi Uyg'ur va boshqa millatlar taqib va nazorat ostiga ilingan, xo'rlangan, Uyg'urlarning madaniyati, ularning aqalli erkinligi, jumladan diniy e'tiqod erkinligi cheklangan. Biz ya'ni yerlik hukumat soqchilarining inson qilibidan chiqqan qiyin qistoq jazolari, ayollarni majburiy tug'mas qilish, bosqinchilik, majburiy emgak, bolalarni ota-onasidan ayritish haqidagi dokladlarga diqqat qilyapmiz. U yana mundaq dedi. Biz Xitoyning bu masalalarga jiddiy qarab, BDT irqiy ayrimchiligining oldini olish komiteti 2018-yildan boshlab amal qilishni talab qilgan Şinjan haqidagi 8 turlik taklifni ijro qilishga, jumladan Uyg'ur musulmonlari va boshqa oz sonli millat kishilarini xohlagancha tutqun qilishni to'xtatishga chaqiramiz. Biz yana Xitoyning qonunga to'liq hurmat qilishga, kishilik huquqni qo'g'dashga munosabatli davlat qonuni va xalqaro qonunga rioya qilishga, shuningdek fuqarolarning kishilik huquqi va siyosiy huquqiy xalqaro ahdnomasini tasdiqlashga chaqiramiz. Uningdan boshqa biz Xitoy hukumatining mustaqil tekshiruvchilarini Şinjanda to'sqinsiz va unumli faoliyat qilish fursati berishga chaqiramiz. Biz yana Şinjandagi vaziyatning ig'irligini nazarda tutib, har qanday davlatning Uyg'urlarni Xitoy qaytarmaslikka chaqiramiz. Paul Beckers sözde BDT Kişilik Hukuk Ali Komisarı Michel Bachelet'ga xitoban mundaq dedi. Eng oxirida biz sizning yaqinda Xitoyga va Şinjanga berib ziyorat qilganingizga, Xitoy hukumati bilan kishilik huquq masalasi ustida suhbatlashganingizga va 5-oyning 28-kuni bayonot e'lon qilganingizga rahmat aytamiz. Biz bu tekshirish haqidagi texnik ko'p tafsilotlarga, jumladan Xitoy hukumatining bu ziyoratga cheklama qo'yishi, ya'ni siz borgan joy va uchrashgan odamlar qo'yilgan cheklamalarga qiziqyapmiz. Kishilik huquq Ali Komissari xonim, siz 48-qatimliq kishilik huquq Ali kengash yig'inida Şinjandagi kishilik huquq dokladini e'lon qilganligingizni jakarlagan edingiz. Endi siz bu kengashga uni qachon e'lon qilganligingiz haqida aniq uqur bera olamsiz? Xitoyning BDT turishliq bosh elchisi Jinshu bu birlashma bayonotga imzo qo'ygan Gollandiya va boshqa davlatlarga qarshi inkos bildirib, biz bu ayblashlarni qat'iy rad qilamiz. Şinjan to'g'risidagi doklad e'lon qilinmasligi kerak dedi. Yerusalim pochtasi gazetining xabar berishicha, Avstraliya bu yil 2-qatim bundaq birlashma bayonotga imzo qo'ygan. O'tgan yili Amerika va Yevropadagi ko'plagan davlatlarning qo'llashi bilan Kanada bosh bo'lib Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini ayiblaydigan tashabbusnoma e'lon qilgan bo'lsa, bu yil Gollandiya bosh bo'lib birlashma bayonot e'lon qilgan. 13-iyun kundan e'tiboran Jenevada boshlangan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kenişinin 50. navbatdagi yig'iniga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim bugun BDTdagi yig'in zalidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, mazkur yig'in boshlangandan buyon yuz bergan Uyg'urlar munosabatli muhim hodisalar haqida ma'lumot berib, tovankilarni bayon qilishdi. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Kenişinin 50. qıtımlıq yığın devam qıtıdı. Ötken 3 gündün bu yan bulup ötken bazı bizlerin hakkımızda boğan ilgilileşler hakkında vatandaşlarımızı haberdar kılışını uygun gördük. Tönögün ve bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu yığınlarda Nait Uygurlar meselesi de hakkında Nait köp söhbetler, köp talaş tartışlar bulup öttü. 47 devlet Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bu masalasini o'tirib qo'yib o'tdi va shundaqla Oliy komissarning Uyg'urlar haqidagi dokladni darhol e'lon qilishni talab qildi. Xabaringlar bo'lgandagidek 2021-yili Uyg'urlar masalasini qo'llab birlashma bayonot e'lon qilgan, buning imzo qilgan davlat 43 di. Demak, bu qadam 47 ga yuksaldi. 2018-yilga selishtirgan vaqtimizda o'tirdi 4-5 siyosiy bir farq bor. 2018-yil tunji qadam 14 davlat bu masalaga ko'ngil bo'lgan bo'lsa, bugun 47 davlat birlashma bayonotni tugagan e'lon qildi. 47 davlatga vakolatan Gollandiyaning bosh elchisi bu bayonotni o'qib o'tdi. Uningdan boshqa yalnız 47 davlat emas. Masalan, Turkiya bu 47 davlatning ichida qo'l qo'ymagan bilan, ammo ayrim bir bayonot qilib, bu yerda Uyg'ur masalasini qattiq va keskin til bilan
o'tirib qo'yib Xitoy hukumatini tanqid qildi. Uyg'urlarning diniy e'tiqod, madaniyat jihatlaridagi bosqinchilikka uchrayotganliklarini bu dokladni darhol e'lon qilish kerakligi haqida keskin bir ifodalarni qo'llandi. Bu 47 davlatning ichida masalan oldingi qatim bo'lmagan davlatlarning Isroil, Guantanamo'ga o'xshaydigan bir qism davlatlarmi, hatto u davlatlarning bir qismi oldingi qatim Xitoyni qo'llagan davlatlar. Demak, Uyg'ur do'stlarining haqiqatni tushunayotgan davlatlarning kundan kunga ko'payayotganligiga bu yerda şahit bulduk. Bundan başka biz nurgulagan devletlerninki diplomatları bilen görüşüyoruz ve ötönü bu nemenin Birleşken Devletler Teşkilatı alayda raporlarınınki Asya Pasifik rayın boyunca ötküzülgen bir yığında 2 saatlik yakın bir yer talaş tartışlar oldu. Bir yer biz gap kıldık, söz kıldık, meselemizi anlattık. Xitay Devletlik Milli İşler Komitesi'nin Beijing'den durup 5-6 kişi bunun arkada patlaşıp bunun müdahale kılışka bizi yalvarlaştırıştı. Ama şunda bolsunmu biz bu kadar yig'in jarayonida 2 yildan keyin tun qatim kishsal qatnashayotgan bevosita tor bilan orqali emas vatgan bir yig'in jarayonida nurg'unlagan yangi do'stlarning Uyg'ur masalasi ko'ngil bo'layotgan davlatlarning ko'payganligiga bir shohid bo'ldik. Yig'inimiz misha davom etadi. Sizningki qo'shimcha deydiganlaringiz bormi? Qo'shimcha deydiganim biz 2 aydan tortib Yevropadagi Skandinaviya davlatlarini cho'llab chiqdik. Buning natijasini tushungan ko'rdik. Chunki bu BDT yig'inda Ali komissar o'zining dokladini tanishtirgan chog'da davlatlar 47 davlatning sir yana o'zlari shu vatandagi Qizil Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni ham qirg'inchilikni qilib chiqdi. Bu devletlerin içinde biz bağhan devletler var. İrlandiya mesela, Şvesiya, Norvegiya, Danmark, Daniya, ama şu bağhan hem devletler çözüp çıkan devletlerin ambasadörleri birden bir çıkıp şu dokladni, Ali Komiserinin dokladni ciddi şekilde çıkırışını ve şu BDT'ye tanıştırışını talep koyup nem kıldı. Şuna şu kılvatkan, verivatkan seferlerimiz, kılvatkan işlerimizin neticeleri asla çıkmadı. Yani aldığımız günlerde texmicik neticeler erişimizi işiniz. Yani bir noktada bir yerde alayda asker koyuş doğru kıldı. Bugün ettiğinde Ali Komiser Bayçıl Hanım tönüğün bulvatkan müzakirler hakkında hulasa yüzün sözü kılıp nurgulagan devletlerinin bu Uygur meselesi, Şincan meselesi kömür bilip bayanatlar ilan kıldıklarını kılıp iyade bir tekşürüş için bağımlılığını burun yüzleyen okşaş bir diplomatik ziyaret ve düşünüş ziyareti boğallıklarını eskertip iyade bir nesne itiraf kıldı. İyade hiç kadar şekilde bir turmuda yetivatkan, cezalarında cezavatkan insanlar bilen körüşenmedim dedi. Hükümet erbapları bilen, hükümet ameldarları bilen, mütehassisler bilen köreşkenliğini ama sırtta chet eldeki burun turmularda yatkan insanlar bilen köreştim dep yüzünün bu qatımkı ziyaretide hiç qanday turmudagi cezalarındaki insanlar bilen körüşüp fırsatın bo'lmaganligidan iborat bu reallikni yana bir qatim eskartib o'tgan bo'ldi. Demak, bu yerda Ali Komissarga nayti davlatlardan, xalqaro tashkilotlardan nayt ig'ir bir besimning bo'layotganligi Uyg'ur masalasining bugun Birleşken Devletler Teşkilatı'da bütün devletlerinin bütün şu forum, şu kişilik hukuk kengayishining eng muhim muzokara qilingan temalardan biri bo'lganligiga shohid bo'ldik. Dünya Uyghur Qurultayı 15 iyun günü Şarq Türkistan Milli Azadlık Hareketi tarixida o'chmas iz qoldirgan 1988 yildagi 15 iyun o'quvchilar harakatining 34 yillik munosabati bilan İngiliz ve Uyghur tillarida maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan kamsitish, besim ve adolatsizlik siyosatining 34 yil burunmi mavjud ekanligini, bugungi kunga kelganda Xitoyning bu siyosatini irqiy qirg'inchilikqa aylantirganligini ta'kidlash bilan birga, ayni chog'dagi milliy harakatga boshlamchilik qilgan va qatnashgan fidokorlarga cheksiz hurmatini bildirilganligini ifoda qildi. Ma'lum bo'lgandek, Şarq Türkistan Universitetida navbatdagi Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa va Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni marhum Varisjon Abobakirlarning tashabbusi va boshlamchiligi bilan 1987-yili qurilgan Fan madaniyat uyushmasining tashkillanishi natijasida Urumchidagi minglagan universitet o'quvchilari 1988-yil 6-oyning 15-kuni Xitoy mustabid hokimiyatining milliy zulmlariga qarshi ko'chalarga chiqib, keng ko'lamlik namoyish olib borgan edi. Bu qatimqi namoyish 1985-yil 12-dekabr olib berilgan o'quvchilar namoyishidan keyingi yana bir qatimliq
zo'r ko'lamlik harakat bo'lib, zamonida Xitoy hokimiyatini ko'p aloqasida qilgan va Sharq Turkiston xalqining milliy uyg'onish harakatiga turtki bo'lgan. Natijada mazkur harakatni qo'zg'agan Pad madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Varisjon Abobakir qatorliq yetakchilar oliy maktabdan qo'g'langan, ko'plagan o'quvchilar jazolangan edi. Mazkur harakatni qo'zg'agan ayni vaqtdagi studentlar Pad madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa apandi 2017-yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining raislik vazifasini atqarib kelmoqda. Dolqin Aysa apandim 34 yil burun yuz bergan milliy kamsitishga qarshi turish harakati to'g'risida istansimizga ma'lumot berib mundaq dedi. Bu 1985-yil 12-oyning 12-kuni yuz bergan o'quvchilar harakatining keyingi eng chong voqea hisoblanadi. Ko'zni yumib ochqicha 34 yil bo'pti. Ayni zamon bilan hozirgini selishtirsak, bu zulm, bu kamsitish, bu nohaqchilik Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan bu bisimi buningdan 34 yil ilgari mavjud edi. Bugungidan farqi nima desangiz, biz o zaman o'quvchilar haq va huquqimizni talab qilib ko'chalarga chiqib namoyish qilib, Xitoy hukumatini ustalga ilib kelgan edik. Namoyish tushdan keyin soat 2 da boshlangan edi. Namoyishdan burun biz atalmış avtonom rayonlik hukumat rahbarlari bilan yumaloq ustalda o'ltirib, ularga milliy kamsitish, adolatsizlik, siyosiy va ijtimoiy masalalar to'g'risidagi talablarimizni yetkazgan edik. Lekin bugun bu zulm irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Bugun ayni vaqtdagidek ko'chalarga chiqib namoyish qilish orqali haq talab qilishni xiyol qilg'ilim bo'lmaydi. Dolqin Aysa apandi o'quvchilar harakatida qatnashgan sabdoshlar haqida ma'lumot berib, ba'zilarining hozir chet elda da'voning oldingi sepida xizmat qilayotganligini, ba'zilarining turmada ekanligini, Varisjon Abobakirning bo'lsa 2019-yil 11-oyda Xitoyning jazo lageridan qo'yib berilib, shu yil 24-noyabr kuni noma'lum kasallik sababidan Urumchida qazo qilganligi, hayotdagilarga salomatlik, olamda o'tganlarning yotgan joyining jannatda bo'lishini tilaydiganligini bayon qildi. Xinjiang universitetining 1988-yil 9-oyning 26-kuni chiqargan 148-nomerli qarorida Dolqin Aysaning bu qatimliq namoyishni tashkillash jarayoni tafsili tonishtirilgan va Xinjiang universitetining 15-iyun voqeasini aniqlash guruhining Dolqin Aysaning o'qish tavalligini bekor qilish talabiga binoan uni maktabdan haydab chiqarganligi bayon qilingan. BDT Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'ning Uyg'ur va xalqarалық kishilik huquq tashkilotlari tarafidan mag'lubiyat deb ayiblangan Sharq Turkiston ziyoratidan keyin BDTning xalqaro emgak tashkiloti harakatga o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro emgak tashkilotiga a'zo davlatlar 11-iyun o'zining 110 qatimliq yillik qurultiyining oxirgi kuni Xitoyga o'mak avatib, Xitoyning Uyg'urlarni majbur emgak silish masalasi ustidan baholash ilib berishni qaror qilgan. Yig'inda Amerika, Angliya qatorliq davlatlar texmi yuqori saviyadagi to'liq huquqliq bir tekshirish o'mik avatishini talab qilgan bo'lsa-mu, xalqaro emgak tashkilotining yillik yig'ini bir komitetining Xitoyga texnikalik maslahat hay'ati avatib, vaziyat ustidan baholash ilib berishni qaror qilgan. Xitoyga vaziyatni baholash o'mki avatish kerakmi yoki yuqori darajalik tekshirish o'mki avatish kerakmi degan masala xalqaro emgak tashkilotining o'tgan haftadagi yig'in jarayonida a'zo davlatlar orasida munozara qo'zg'ab, oxiri vaziyatni baholash o'mki avatish fikri qabul qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining qarashicha, mayli xalqaro emgak tashkiloti yoki boshqa har qanday xalqaro organ bo'lsin, ular Sharq Turkistonni ilib boradigan har qanday bir tekshirishda BDT Oliy komissari Bacheletning ziyoratidan savoq elishi, Xitoy olg'a surgan har qanday oldingi shartni qabul qilmaslik kerak ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yevropa ittifoqida turishliq alayda vakili Queenstop apandim 14-iyun bu haqda matbuotlar qilgan so'zda mundaq deb ko'rsatdi. Biz oldigan savoq Xitoyning har qanday ziyoratga oldingi shart qo'yishga yo'l qo'ymaslik. Agar xalqaro emgak tashkiloti Xitoyning oldingi shart qo'yishiga yo'l qo'ysa, bundaq ziyorat Xitoyning tashviqotiga xizmat qilib, bu uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishiga fursat yaratib berdi. Shunga xalqaro emgak tashkilotining o'zining maydonda intayin qattiq turishi, kishilar bilan cheklimisiz yuzturani ko'rishni qat'iy talab qilish kerak. Bacheletning ziyoratidan oldigan eng chong savoqimiz o'zining maydonda qat'iy ching turish, talablarimiz va tekshirish irodamiz kuchli bo'lishdir. Queenstopning aytishicha, xalqaro emgak tashkilotining Sharq Turkistondagi majburiy emgakni surishtirib o'mak avatishi yaxshi ish bo'lsa-mu, lekin ularga majburiy emgak mavjud bo'lgan konkret yerlarni tekshirishni tavsiya qildi ekan. Queenstop mundaq dedi: "Oldi bilan xalqaro emgak tashkilotining o'mak avatib Sharq Turkistondagi majburiy emgakni surishtirishni qaror qilishi yaxshi ish. Bo'libmi bu Bacheletning mag'lubiyatlik ziyorati va buning Xitoyning tashviqot g'alabasiga aylanishidan keyin texmi muhim. Shunga xalqaro emgak tashkilotining o'mak avatib muvofiq tekshirish ilib berishi yaxshi ish. Biz burun Bacheletga bergan o'xshash tavsiyamizni emgak tashkilotiga beramiz.
Bundaq tekshirish cho'qim cheklimsiz bo'lishi, majburiy emgak mavjud bo'lgan konkret o'rinlarga berib tekshirish ilib berilishi va har qanday kishi bilan Xitoy hukumatining nazoratisiz so'zlashish kerak. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro emgak tashkilotining bu qatimki umumiy yig'inida uning qarmaqidagi Xitoyni nazorat qilish komiteti tayyorlagan xulos xarakterlik hujjat to'liq ma'qullangan bo'lib, hujjatda Uyg'ur xalqiga qartilgan barliq bostirish tadbirlarining qo'llanilishidan cho'chidik. Bu ularning ishga o'rinish fursatiga erishishi, Xitoydagi diniy va etnik ozg'inlik millatlarga bo'lgan muomalasida kamsitish xarakterlik ta'sir ko'rilmoqda deyilgan. Xalqaro emgak tashkilotining yuqorgi qarori Xitoyning g'azabini qo'zg'agan. Amerikadagi Bloomberg xabarlar agentligining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 13-iyun dushanba kuni Xalqaro emgak tashkilotining qaroriga inkos bildirib, biz bu komitetning o'rinsiz ayblashiga qat'iy qarshi turamiz. Hukumatimiz xalqni birinchi o'ringa qo'ydi. Shundaqla barliq ish xizmatchilarining haq-huquqi va manfaatini qo'g'dab, har millat kishilarining teng barobar ishga o'rinish huquqini qo'g'dash qattiq ahamiyat berdi deb chalvo qildi. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy darajalik tadqiqotchisi Adrian Chensning yaqinda e'lon qilgan bir dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy majburiy emgakni inkor qilsa-mu, biroq uning Sharq Turkiston Uyg'urlarini nishon qilgan majburiy emgak harakatining ko'lami va darajasi borgan sari kengaymoqda ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.